Xushxabari berilgan bola Ishoq alayhissalom. Ibrohim alayhissalom va Sora onamiz qarib qolishgandi. Ularning farzandi yo'qligi uchun Ibrohim alayhissalom Hojarga uylanib, Ismoil alayhissalom dunyoga kelgan. Sora onamiz ranjib, rashk qilgani uchun ona va o'g'il Makka da yashardilar. Bir kuni Ibrohim alayhissalom eshigini 3 ta navqiron yigit qoqdi va mehmon olasizmi deyishdi. Ibrohim alayhissalom ularning oldiga turli taomlar keltirdi. Ular esa taomlanmasligini, Ibrohim alayhissalom va Sora onamizning ham bir farzandlari bo'lishini bildirdi. Unga Ishoq deb ism qo'yishini tayinlashdi. Uning nabirasi Yaqub alayhissalom xabarini ham berishdi. Shu tariqa Ibrohim alayhissalomning o'g'illari Ismoil va Ishoq alayhissalomlar naslidan bir qancha payg'ambarlar dunyoga kelgandir. Ishoq alayhissalom Shom xalqlariga Allohni tanitish, uning boru birligini bildirish uchun yuborildi. U zot juda ham matonatli, jamiki go'zal axloqlarni mujassam etgan payg'ambar edi. Qur'oni Karimda Alloh taolo Ishoq alayhissalomni bunday tanitadi: qo'llar va ko'zlar sohiblari bo'lgan bandalarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqubni esla. Albatta biz ularni xolis bir xislatla ajratdik. U oxirat diyori eslatmasi edi. Ular huzurimizda tanlangan axyorlardandirlar. Unga Ishoqni hadiya etdik va Yaqubni ham qo'shib berdik va hammalarini solih kishilar qildik va ularni amrimiz ila hidoyatga boshlovchilar qildik. Ularga yaxshiliklar qilishni, namozni tugal ado etishni va zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga ibodat qiluvchi bo'ldilar.